O'zbekistonga tamom. Kuting, tamom. O'zini o'zi ushlab bergan bo'ladi. Rossiyada nima? Ha? Efir ochib o'tiribdi, keldi. O'zbekistonga keldimi? Bo'ldi. Sabr. Sabr. Kelgan bo'lsa sabr. Tri rosa jigarlar shartdan ketyapti. Men sizlarga ishonib shunaqa dedim jigarlar. Men boz yutkizib qo'ysam, lavz berganim uchun qilib berishim kerak. Men lekin yutkizmayman degan umiddaman. Chunki meni akalarim ko'rdim, mana Audi akam bilan zigir yorug' bitta joyda aylani akalarim mehribonlar naqsina aynan. Misha 18 hojim, rahmat mehribonim. Akalar, endi hozir yutkizib qo'ysam, hozir bilasizlar. Hozir men u shartni men ZKK qiladigan shartlarni men miyamga ham kirita olmayman. Let's go unlimited. Bang, bang, bang. Nuri. I was fine when he was 6. We would hold. Akalar! Mada yurmaydi, ko'pski shart qilmadi. Lozimlarki, ola qilib jigarlar bilasizlar qanaqa shart berishini. Voy o'lay. Bir mingdon. Mabodo yutqizib qo'ysang nima? Yomon shart bermayman. Barmog'ing ko'tingga tiqasanda bu qolib peshanangga shundoq surtasan bu. Xo'p bo'ladi, ha. Juda oson shart berdingiz. Rahmat. Nima hamma ko'tini artadi. Qog'oz yitilib ketsa barmog'ing bu bo'ladi. Peshanangga surtasan, bo'lib shu. Bu men va'da berdimmi, bo'ldi. Jigarlar, Yana bittasi bor. aha. Mana shu har ikking kallangda turibdi, labingni qizilga bo'yaysanda, qotlan ko'ylagini kiyib, ko'tingni 6 marta bu yoqqa darpatasan, qo'zg'atasan. Bo'ldi. Ikkita pobeda dedim, ha? Bu birinchi raundimiz. Bo'ldi. O'yin hali tugagani yo'q. Yengil demoqchiman-da. Endi Bo'ldi. Bruno'ga yutdingiz. Ikkita pobeda dedim sizga aka. Gap yo'q, Bruno'ga yutdingiz. Bu ikkinchi raund. Agar bu raund ham yutsangiz, o'yinimiz tugaydi. Ikkita shart berasiz. Gap yo'q. Qa ketamiz aka. Mayda men yutsam, bir bo'ladi. Ikkita pobeda sizga aka. Kulmang aka. yo'q, kulayotganim yo'q, prosta men endi bir 3x o'ynaymiz odamlar, imkoniyat bo'lsa. Aka, dal pilish yo'q. Bruno'ga yutkizdi. Aka, shu yerda o'zingiz jiyanni ham o'zim futbol komandamga olib qo'ya qolay.
Futbol komandaga olib qo'ya qoling. Ha, boratar bo'ladi. Bosamiz akalar, eshitgan edi. Zo'r ishlayapsan. Amiz chiqarib qo'yaman, kulmayapti. Qarang. Yo'q, men o'z og'zim yopilmayapti, mana shunaqa qo'ygansiz. Zek aka, men sizga gapirganim yo'q, menda bittasi kulyapti, shunga gapirdim. Tegib option rahmat. Ikkita gel odamlar. Ikkita. Nima ichmayapsiz? İçmeyapman ben. Az turdum ben, uxlab yotdim. Doim yonimda ekan Bek akam, rahmat. Doktor Alimardon rahmat. Yo'qsizdi. Kiksa oynaymiz adamlar. Ay jallam, hozir mana olim bemor shartini qilib berish kerak. O 2 kun o'rib bo'lamizmi jigarlar, bir qilsa, keyin oxirgi rishashi bo'lardi-da. Kiksa oynaymiz adamlar. Ha, Bek aka shunaqa itemganlar ham borda. Haromi sendan biroz so'rayaptimi, kim yozib berdi, itemgan. Indamay borib xotiningni chiqib o'tir, haromi. Itemgan SMS o'qimasa ham yozishaveradi. Oxiri o'qitish asarlari, haromilar. Ha, sendan biroz so'rayaptimi? Seni birov xotiningni qilib qo'ydi bitta fermer. Aytmayapmiz-ku biz. Xotining paxta terib yuradigan dalada bug'doy payada keyin, keling qizim deb siqib qo'yibdi xotining. Ay do'tkari aka! Mana to'da bilan shartdan ketyapti aka. Oye, o bilan bugun voy o'la bitta Kotinskiy shart qilmadim-e. Sen ham Kotinskiyga o'tdi. To'taq yutaman-da Amingaski. Sabr qilib turgan to'taq. Bir bo'ladi. Ikkita pobeda dedim. Bu to'taq ham kulib yutib qo'ysa meni hozir yomon alam qiladi. Alibanat aka, siz mengachi aloqaga chiqing, onamdan so'kkaningiz uchun $700 menga narkomaniyaga pul berganingiz uchun, tuhmat qilganingiz uchun javob berasiz. Otajon yoningizda turadigan semizga men aytganman, Alibanat aloqaga chiqsin deb. Topolmayapman siz. Tushundingizmi aka? Aloqaga chiqib oling-da bitta menga. Iltimos. Urushmanglar. Hozir. Nega? Alimardon. Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Alaykum, yaxshi, rahmat. O'zingiz qanaqa? Zo'rman, Dilshod aka. Ishlaringiz yaxshimi aka, charchamayapsizmi? O'zingizni ko'rsatib gapira olasizmi? Siz ko'rmayapsizmi, men o'zimni ko'rsam. Ha, men ko'rinmayapmanmi? Zek aka, sizga ko'rinyapmanmi? Hozir. Ha, ko'rinyapti menga. Bo'ldi. Ana, Xo'p, bu yerda. Dilshod aka, sizga ko'rinyapmanmi? Yo'q. Aha. Sizga Altom sizlarga ko'rinyapmanmi? Qarang, Buni Dilshod aka. qaytadan kiraman. Bo'ldi. Qaytadan kira olmaysiz-da. Dilshod aka, go'stingga chiqmaysiz endi, bo'ldi. Hamma ha deyapti, hamma 100 ta, 1000 ta odamga ko'rinyapman. Endi chiqa olmaysiz go'stingga. Aka, endi chiqmaysiz-da go'stingga. Hammaga ko'rinyapman. Nimaga sizga ko'rinmayman, jigar? Ha, mana ko'taraman go'stingga. Hammaga ko'rinyapman-u. Hozir siz aka, hozir mana shu Dilshod aka bilan gaplashib olayda, xo'p. Xo'p, buni aka. Xo'p, hozir. Xo'p. Menimcha siz bo'lsangiz keyin go'stingga chiqadi. To'xtab turing. Xo'p, chiqing Dilshod aka. Xo'p. O'zim ko'rindimmi? Endi ko'rindingiz-da. Aha. Nima bir teshik qidirib chiqib ketyapmanmi? Sizni nima ko'rmayapsiz deb. Yo'q. Teshik qidirdingiz demadim men Dilshod aka. Hammaga ko'rinyapsiz, bahona qilib chiqib ketasiz, endi chiqa olmaysiz deyapsiz. Nimaga unaqa deyapsiz? Endi hamma ko'rinyapti degani uchun gapirdim. Qanay, menga qara. Janjal to'polon
Qilmanglar gap so'z bo'lsa. Yo'q, ichidagi gapini aytsin, men noto'g'ri. To'xtang, Dilshodaka o'zingiz ko'rsating. Zek aka nima deyapsiz? Siz janjal to'palan qilmanglar deb. Ushmanglar deyapman. Aka onamdan kelibdi. Aka onasini sikay debdi. $700 sarf, men $700 kaypiga sarflaganman debdi. Narkoman, narkosh debdi meni. Men onasini sikay, men prosta aytganman. Men o'sha u zapislar Zekka aytganman. Zek barib senga tashlab, sizga tashlab berganmi, eshittirganmi, zapislar chiqib ketganmi, unisini bilmadim. Siz meni tema qilib 3 million qarz oldi, tudim qilgan paytingiz men aytganman, onasini sikay deyman, Zek deyman, o'tirgan joyiga deyman, yeb ichgan narsalariga deyman, shuncha rasxod qilganman, chakkalarigacha deyman. Nechun shularni bir og'iz o'ylamadi? Shularni o'ylamasdan to'xta, biladi. Shuncha yaxshilik qilgan, bir og'iz nima bo'ldi, nima qo'ydi deb bir og'iz so'rayman, o'zidan deb bir og'iz kutsa bo'ladi. Arzimagan summani deb aytganmanmi Zek senga? Zek eshityapsan. Bunet aka to'g'risini, Bunet aka. Aka to'g'risini gapiring ma'da. Eshityapman, ana o'zing hamma eshitgan-ku, nima? Shu, men senga shu gapni aytdim, to'g'rimi? Yo, noto'g'rimi? Yo, lishni gap bormi? O'zida ham bor. Xo'p. Dilshod aka qarang-da, aka, men Toshkentdaman dedim. Aka 5 kishi ustimdan yozib yuborgan dedim. 2 ta vidushi dedim. 3 ta oddiy ma'dum so'kin deganim uchun yozib Alimardon, sizni vaziyatingizni men tushundim. Siz ham meni vaziyatimni prosta tushuning. Qimorbozda, masalan, men qimorboz bo'lsam, joyi kelsa kapeka pulim bo'lmaydi. Noska daji pulim bo'lmaydi. Aka, bir narsa demayapman. Men Prosta gapi. sizga o'sha paytda men nimanidir isbotlashni xohlamadim. Tushundingiz? Men o'zimga chiqib, mana bunday qilib, Alimardon hozir bunaqa narsadaman, vaziyatdaman deb aytmadim. Sababi o'rtada $42,000 men yemagan po'qimga prosta pul to'ladim men. Ana shu vaziyatdan men chiqish uchun o'zimga xod qidirdim. Shunda onasini sikay deyishingiz kerakmi aka? Masalan, Alimardonni onasini sikay degan joyim yo'q. Prosta Zek onasini sikay qadrimga kuyaman degan gapni ma'noda aytganman. O'sha yerda yeganmiz, ichganmiz dedim, $500-600 rasxod qilganman, onasini sikay deyapman. O'shalarni bilsa bo'laydi-ku deyapman. Tema qilmasdan. Shu narsani nimaga rasxod qilgansiz? Men narkomanman-ku. Nima deganingiz narkoman? Kaypiga men rasxod qilganman deganman. Qo'ying zapisni. Qo'yib beraymi? Qo'ying. Gapirmaysizmi Zek aka? Qo'yib ber ana. Siz Bunet aka nima deb telefon qildingiz? Siz ham g'alati ekansiz, Bunet aka. Voy, hozir bormi zapisanda? Bor zapis. Bo'ldi, aralashmay tursangiz, sikvordinga bilasiz. To'xtab turinglar, iltimos, Dilshod akam, Bunet akam men gaplashyapmiz. Men ko'rishib, nagras gaplashaylik, ko'rishib. Yo'q, nima qilasiz? Kim bilan ko'rishasiz? Ali Karol. Mana shu onayni to'xtab turing. To'xta. Basan ko'rsam onayni amga tiqama bilasanmi? Ali Banat. Yuzing ochildan gapirma, bilate o'zing gaplashasan. Ke Toshkentga ke onayni. Ali Banat. keling Zek aka, shu Ali Karol onangiz sikay ekan, Toshkentga keling. Hop, to'xtab tur. Men boshqa gap aytmoqchiman. Hozir Dilshod akam, men Bunet akam gaplashyapmiz. Ali Karol aka aralashmay turing aka, to'g'risi akajon. nima? Ali Banat. Mana hozir 3-4 kun oldin o'ynadik, janjallashdik. Mana shu o'tgan safar ham necha marta mana shu bola yoningda yurgan bo'lsa, necha kundan beri mana shunaqa bizlarni o yillar davomida bir-birimizga so'kishib kelgan botillarga hech kim aralashmasdi, shundoq ketaverardik. Yana onangni sikki yutdi, yo narsamni yirtdi, yo shart bajartirdi, yo so'kdi demasdan. Ketaverardik shundoq, yo'lma-yo'l shundoq uzib olib, tuflab ketib qolaverardik har kim gapirib. Men 1000 marta aytdim, Ali Banat bizlar o'yinga aralashmasin. Mayli, seni yoningda shogirdingmi, sheriging, o'rtog'ing deb. Mana hozir yana gaplashilyapti, yana bu suqilyapti. O'sha efir ochsin. To'xta, hech kim chiqib ketmay tursin. Hamma zapis qilsin. Onangni
sizga qadrimga yig'layman-da. Mana bu onangni sizga narkoman yoki alimardon. Narkata, narko'sha. Sir bo'ldi. Onasini sizga minglab dollargacha olib berganman-da. Aka pul berib turing deb 700-800 dollarlar bilan Eshitdinglarmi? Dilshod aka, mana aka qarang. Ali Karol aka, iltimos, o'zimiz 3 kishi gaplashyapmiz. Iltimos, Ali Karol aka, sizdan iltimos qilaman, aralashmay turing. Xo'p, Dilshod aka, mana akajon gapiring. onangni sizga qadrimga yig'layman-da. Mana bu onangni sizga narkoman yoki alimardon. Narkata, narko'sha. Onasini sizga minglab dollargacha olib berganman-da. Aka pul berib turing deb 700-800 dollarlar bilan sotib yuborganman-da. Kayfiga. Oxirgacha odamlar qanday 3 million uchun onasini sizga temin qiladi. To'xtab o'ylasa bo'ladi-ku, menga shuncha yaxshilik o'tgan. 100 ga, 150 ga, 200 ga palarka urgan. Xo'p, endi qarang, Dilshod aka men gapirib olay, keyin sizga gapiraverasiz. Xo'p, xo'p aka. Hozir 1 minut. Men mana akajon, mana mendan pul so'radingiz. Men aka manaqa pulim dedim. Mana 13-kuni beryapman. Dilshod aka mana 13 bu. Bo'ldi. 13 beryapman. Alimardon karta tashlang deyapsiz. Karta tashladim. Keyin pul ko'rsatdingiz. Mana dedingiz, aka men yoningizga borib olaveraman. Shunaqa yozib yubordi dedim. Mana ko'ryapsiz. Keyin aka meni TikTokda gapirganimdan keyin beryapsiz. Mana 30-iyun kuni beryapsiz. Mana men sizga ma'lum tashlayapman ham aka mana. Ali Banat aka mana 78 ga ishlagansizda aka 78 ga. Aka agar pul berish niyat bo'lmasa aytib qo'ying bermayman deb. Mana odamni xor qilyapsiz-da, pulingiz bor. Aka Rostanda xor qilib yuboryapsiz. Pulingiz bor, bermayapsiz-da. o'zim Oxiri TikTokda gapirishga majbur bo'ldim aka. Ma'da men 100 ta she'r olsam ham aka, o'zimni ishlarim bor, o'zimni nimalarim bor aka. Oxiri aka deb TikTokda gapirganimdan keyin pulni berdingiz aka. Shu gapirmasam yana men mayatda akajon pulini bering, akajon deb yurardim mana. assalomu alaykum Dilshod aka oshim olyapsiz, pulni bering jonga. Men ishlarim bor, ketmasin, pulni qo'limda. Misol uchun mana hamma videolarni tashlayapsiz aka mana. Mana misol uchun puli yo'q odam bunaqa birovlarni mehmon qilmaydi aka. Pulni bering jonga, Keyin bu zapisga kelsak Dilshod aka, qarang. Aka, meni 700 dollar pul berganman, narkoman debsiz aka. Bu bir aka, 700 dollar berganingizni, narkoman. Siz narkomanlarni misol uchun pul bilan nima qilasizmi? Ta'minlaysizmi? Alimardon bitta narsada, bu erkakni boshqa onangizga berdim deyapsiz. Aka, bu yerda meni onamdan kelyapti. Bo'lma, gapingiz qarang. Gapingiz tugagan bo'lsa, men endi bitta gapiraman, qarang. Misol erkakni boshida har xil vaziyat bo'ladi-da. Har xil vaziyat bo'ladi. Pul bor payti bo'ladi, pul yo'q payti bo'ladi. Mana misol men yashirish emas mana. Misol shu pachkani olamiz. Endi qarang. Mana shu pachka qo'limdagi Dilshod aka, unaqa pullarni men ham menga olib kelib g'alatorimni to'ldirib qo'yaman. Aka, keling. Ya endi kimdirlarni falsifika der, boshqa narsa der, mana o'zi zekni o'zi tushunadi bu narsani. Aka, Mana. siz X-betchisiz, sizga unaqa pullar u Rossiyadan. Mana. Gapni eshiting, men sizni eshitdim, siz ham meni eshiting oxirigacha. Xo'p. Gap u pulda boshqa narsada ketmayapti. Prosta menda shunaqa vaziyat bo'ladi. Hozir mana shu yerda 30 ming, 50 ming dollar pulim bormi? Bugun yutqizamanda, даже nosga ham pulim qolmaydigan kunim bo'ladi-da. Nosga ham pul topa olmaydigan kunim qoladi. Endi qarang, o'sha paytda momentimda kartamda pul yo'q edi. Siz bilan necha marta oldi berdi qilganman? Ko'p oldi berdi qilgansiz. Daxoy oldi berdi qilganman, to'g'rimi? Hammasini berib qilganman, bermagan kunim qolmagan, to'g'rimi? Misol lishni o'tirib, yeb ichgan paytingiz Ali Banat aka keling, men bu yoqqaman degan paytingiz oldingizga bezatkaz uchib borganmanmi? Kelgansiz, to'g'ri. Sizga shot to'latib, chiqib o'zim даже yemasdan bir stakan suv ichib bo'lsam shotingiz to'lab ketganman, to'g'rimi? To'lagansiz. Prosta gap bu yoqda bo'lyapti. Gucha aka, assalomu alaykum. Men Prosta uni gap doim Alimardon. gapirsam, men gapirib kelganman. Dilshod aka pullarimni ham to'lagan, keladi. O'tira necha pul shot bo'lsa to'lab ketgan deb men siz gapirgan yerimda ham uni gapirib ketganman. Любое время men tan olaman. Ya, prosta eshiting. Bu yoqda Alimardon qadr degan narsa bor-da, qadr qimmat degan narsa bor-da. Masalan, bitta
shuncha yaxshilik qilingda, shuncha yaxshilik qiling, uring, yediring, ichiring, misol joy kelsa padarkalar urib padarishga endi mayli u stari, eski narsalar u. Men urgan narsalarimni kimgadir men hayotda urgan narsamni minnat qilmaganman yoki ana qilmaganman shu paytgacha. Yoki Zek sen bilan urushib qolgan paytimda padarkani yuzingga solganmanmi? Solmaganman, o'zing yaxshi bilasan bu narsalarni. Men bergan narsamni hech qachon minnat qilmayman, qaytib so'ramayman, kelib menga buncha urib ber yoki bunaqa qilib ber deb. Prosta vaziyatim shunday bo'ldi, bo'lmay qoldi. Sizdan kartangizdan, Alimardon kartangizda pul chiqadimi? Nima uchun sabab? O'sha paytda kartamda o'zimni partnyorkamda 7 million pul bor, 10 million qo'ymoqchiman. Kontoraga chiqsa, o'sha momentda tashlayman deb turibman. Chiqmadi, yutqizdim. Orada 42 ming dollar suqilib keldi. Uni hal qilyapman. O'rtada siz tema qilyapsiz. Keyin meni jahlim chiqyapti-da, onasinizga qadrimga kuyapman-da. Nervim chiqqanidan har balo deyapman. Tushunyapsizmi? Menga qara, men boshqa bitta narsa aytaman. Davoy, Alimardon. Abdurahim, Alimardon debman. Abdurahim. O. Nima? Elibonat. Bizlar o'zi mana shu yerda bir hammamiz bundoq bir-birimiz ko'timizni ochsak, hammamiz ko'timizda 1,5 tonna bo'qimiz bor. To'g'rimi, noto'g'rimi? Yo tan olmaysizlarmi? Ha, tan olaman. Meni ham bu. Sanchi Elibonat, tan olmaysanmi? Nimani tan olish kerak? Hammani ko'tida 1,5 tonna bo'qib ajratib bo'lmaydigan tan olasanmi yo'qmi? Xo'p. Davoy, shu yerda yig'ishtiraylik. Mana konkretni hamma narsani o'til-qotil qilaylik. Hozir menga kecha seni nimangdan telefon bo'ldi. Ikkalangiz kelsangiz bo'ladi-ku, nima qilasizlar? Shu paytgacha hamma narsani ko't qildinglar. Hech kim g'iring demadi. Bugungi kunda endi bir-biringni otib o'ldiradigan darajada bo'lib turibsizlar. Yig'ishtirmaysizlarmi, erkakmisizlar deb masalan sen tomondan telefon qildi-da. Nima? Erkakcha gap mana. Yig'ishtira olmaysanmi? Men hech kim ustidan yozganim yo'q. Sen yozmasang, endi hozir bu yerda gapni ko'paytirib o'tirmasdan, sen yozmasang mayli, sen gaping bilan bo'lib turibdi. Agar sen gapirmayin deyishsa bo'lmas edi. Bu birinchisi. Hozir yana sen, oy, men seni ayblamoqchi emasman, men ham oppoqman demoqchi emasman. Sen ham oppoq emassan. Hozir yana sen bir og'zim gap. Yig'ishtiramiz desang, oila degan narsada seni ham gaping rol o'ynaydi. Yig'ishtirsa bo'ladi-yu. Xo'p. Bu ham yig'ishtirsin, mayda gap bo'lib, men bu yerda hammamiz ko'timizni ostishyapmiz, ey. Bu narsani sen boshlayapsan, Zek. Men boshlaganim. Mana shu, men boshlagan bo'lsam, sen ham davom ettirgansan. Men senga aytyapman, men ham oppoq emasman, sen ham oppoq emas, hech kim farishta emas turibman. Bir og'zim gap. Bitta, oy. Bizlar o'zlarimiz bir-birimizni g'ajib yotganda boshqa begona odamlar aytibdi. Oy, shu paytgacha nima bo'q yesangizlar, yedingizlar. Nima endi bugungi kunda bunaqa qilyapsizlar? Keling joydan o'sizlar deyapti-da masalan. Bizga umuman aloqador emas odamlar, menga tanish emas odamlar aytibdi. Endi sen hozir bu ham qo'ysin, mayda gapni 3 million so'mni ham, boshqasini ham shu yerda qozonni yopsa bo'ladimi? Yopsa bo'lmaydimi? Qozon, qaysi qozonni aytyapsan? Hamma qozonni. Jam, Zek, menga qara. Hamma qozonni deyapman, men sen bilan janjallashmayapman. Hamma qozonni yopishib qo'lingda. Men o'zi aytganman, Zek, gapni eshit. Men biror joyda salom alaykum qilsam yo boshqa narsa qilsam cho'chqani balasi bo'lay deganman. Prosta hozir mana bu yerda Alimardonning past tubkasi uchun men qo'shilyapman bu yerda. Xo'p, past tubkasi emas, Alimardonning past tubkasi yo'q bu yerda. Yo'q, Alimardon uchun men qo'shilyapman. Men qo'shilyapman. Gapni eshit. Men seni hech kim cho'chqani bolasi ham demoqchi emas. Senga keladigan bo'lsak, Zek, men seni iminni o'sha kuni bir og'iz g'ing demasdan jim o'tirib eshitdim. To'g'rimi? Eski somonni, ey. Og'zingga kelgan gapni. Mayli, men aybdorman deyapman. Eshittir meni gapimni. Men senga nimadan boshlandi, nimadan chiqdi? Sen palon qilding, sen pismadon qilding, men pismadon qilishim kerak edi demoqchi emasman. Hozir aytyapman. Mayli, men ham aybdorman. Bu yerda seni ham aybing bor. Hamma aybi bor. O'shani yig'ishtirish imkoniyati bor. Yig'ishtirsak bo'ladimi deyapman. Meni aybim nima? Hozir aybimni aytmasang.
Men senga o'sha kun Nima? aytdim, zek dedim, bo'ldiqa yig'ishtir dedim. Xotindan, onadan, oiladan so'kishdi dedim. Men dedim, onam uchun dedim, men TikTokdan ketaman dedim. Menga TikTok nihoya ham kerak emas dedim. O'shanda sen nima deding? Qo'y, Nima? hali mana ketma. Nima Yo'q, qilasan? to'xta. Men qo'yali bana ketma degan bo'lsam, men o'zim o'ylab aytganim yo'q. Bu birinchidan. Bo'lgan gap bo'laveradi. Mayli, men ham gapirmayman, sen ham gapirma. Qo'shni demay, onasini siki, meni ham jonimga tegdi. Bosaver, aktivingni ham ushaver, u anu ishingni ham qilaver, ishingga barbodiy kerak internet dedim. Men shu narsa dedim. Bosaver dedim. Men senga hozir yana aytaman, mayda gaplik qilmasdan, bir og'zim gap. Shu davoy, mana shu yerda to'xtatamiz. Rechak tortildi, har kim o'zini yo'liga deb ketish mumkin deyapman. Mumkin bo'lmagan taqdirda ham, bor kel, yurasan, dunyoda bitta narsa bor. Hech qachon. Shundoq sen aybdor qilib, sen og'zing bilan aybdor bo'lsam, meni so'yib tashlashmaydi, meni og'zim bilan sen so'yib tashlashmaydi. To'g'rimi? O'shani mana shu yerda mayli, meni o'tdi, men jallashibman, men so'kinibman desak, yig'ishtirish imkoniyati bormi? Men bitta narsani senga aytaman. Men ham Xudoning bandasiman, sen ham Xudoning bandasisan-da. Xo'sh. Mayli, gapni eshit. Sen ham farzand boqyapsan. Xo'sh. Men ham farzand boqyapman. Mayli, men siz bilan mayli yoshingiz katta, hurmat qilib gapiraman. Mayli. U Qanaqa gaplashib yurgan bo'lsa, shunaqa gaplashaver. Men sendan hurmat talab qilmayapman, Ali Banat. Yo'q, baribir zek. Men to'yda o'tirganim yo'q sen bilan, yo bozorda emasmiz. Mayli, gapni eshit, mayli. Men bilasanmi, staridan kelsak, eskidan. Men o'sha tojiklar bilan o'ralashib qolgan paytim, faqat yonimda sen turgansan. Bu narsa meni esimdan chiqmaydi. O'lgunimcha qilgan yaxshiliging. Nima uchun odamlar aytishi mumkin, nima uchun zekka poddershka qilasan, shuncha so'kadi, uradi. Mana yana bir marta aytaman, mana shuncha, mana 1,5 mingta odam o'tirgan bo'lsa, 1,5 mingta odamga aytaman. Mani eng yomon kunimda, mana hech kim mana bunday qilib ko'ksimdan surib yurgan paytida TikTokda, u payti men Ali Banat emas edim, oddiygina Ali Banatcha edim. O'sha payti kelganda, shunday chiqqanda gostiga aytgan, Ali Banat qo'tog'ini yeysanlar, naqa gaping bo'lsa, men bilan gaplash degan, o'rtaga chiqib mana shu. Nima buncha hammang bitta kishiga yopishding degan. O'sha payt hech qaysi TikToker, hech qaysi donator kelib meni oldimga turmagan. Hammasi kelib meni talayotgan paytida bitta zek turgan. Bu narsani men yaxshi bilaman. Bu narsa meni o'lgunimcha esimdan chiqmaydi, qilgan yaxshiligi. O'sha uchun men nima uchun uraman? Aytasizlar, urma seni shuncha so'kadi. Prosta menga qilgan bitta yaxshiligi bu shu. Endi qara zek. Xo'p, bu narsani mayli, bu narsani o'zing ham yaxshi bilasan. Prosta endi xalq oldiga ham aytdim. Qilgan yaxshiligingni. Bitta past tutgan. Mana hozir sen aytyapsan, hamma narsani shuni qilaylik. Ana bu narsa. Mana bu terida, bu teridan o'tadi, go'shtlarga keladi, go'shtdan o'tib suyakka qadaladigan joyi. Suyakka qadading desam o'sha kuni. O'tirib men o'zim kelasan, tarsdan so'kyapsan, chiqib ketyapsan, qo'ysin mayli dedim. Endi qara. O'sha payt efirda uydagilarim bo'lgan, onam bo'lgan, masalan, ayolim kuzatadi meni. Meni vechni ayolim kuzatadi. Sababi shu, qani birorta jalab yozadimi shunga, yozsa men bloklayman, chornaga tiqaman deb o'tiradi-da hammasi. Masalan, qo'pol aytganda kuzatadigan qarindoshlarim meni juda ko'p. Qo'ni qo'shnim, boshqa insonlar. Endi qara, itak. Prosta meni dilimni og'ritgan narsang, shunaqa точный so'kyapsan, pryamoy so'kyapsan. Pramo ismini tutib so'kyapsan hammasini, ana shu narsa miyamga tegib. Mayli, men seni ustingdan yozganim yo'q. Sen aytyapsan, seni gaping bilan bo'lgan bo'lsa deyapsan. Luboy erkak. Hozir masalan, men so'rab olib, seni oldinga borib, sen bilan qirpichoq bo'lib, ertaga yo sen yo men qamalib ketsam, hech kim uyga buchoq ko'tarib yoki dashka ko'tarib kelmaydi. Masalan, ikkita non ko'tarib, ikkita suv ko'tarib, mana Ali Banat qamalib ketdi, sen oilasisan yoki bolasisan, bolalar och qolmasin, mana buni ushlab kunlaringni ko'ringlar demaydi. Hech kimga ham, senga ham, menga ham, Alimardonga ham. Men seni qamatish niyatim ham yo'q, boshqa narsa. O'sha kungacha men seni qo'y deb kelyapman. Sen ertasi kun ham chiqib olib, padriyat bir
kun 2 kun tema qilyapsan. U edi, bu edi, u edi, bu edi. Sen o'sha joyda ko'nmayapsan hech narsani. Sen yana razgon olyapsan. Keyin mana miyamga tegdi. Mana nimadir qilishim kerakmi? Mana onasini sizga, men mana bu yoqqa o'tirib seni gapingni eshitib o'tirmayman-ku, Zek. Endi hozir qara, onani deyapsan, xotiningni, qizingni deb, singlingni deyapsan. Ana shular qachon mayli biza kechirdik desa, keyin men sen bilan ishim yo'q, Zek. Seni ham ro'zg'oring bor, seni ham oilang bor. Heyla, men bugun uyga boraman. Mayli onam bilan seni gaplashtiraman telefonda. Qanday uzr so'raysan, nima qilasan, qanday qilib rozi qilasan. Menga seni puling ham kerak emas, seni hech narsang kerak emas. Men senga bitta gapim shu, ularni ko'nglini qanday og'ritgan bo'lsang, dilini og'ritgan, ko'nglini qoldirgan bo'lsang, ko'nglini top. Ko'nglini top, uzringni so'raysanmi, yiqilib yig'laysanmi? Men senga yana bir marta aytaman, Zek, pul tomonlama, menda bilasan muammo yo'q. Menga pulni qizig'i yo'q, Ha. Qanday dilini og'ritgan bo'lsang, dilini shunday top. Men sen bilan ishim yo'q, men sen bilan dardim yo'q. Mana g'iring demasdan seni eshitdim, to'g'rimi? Men seni aybladim, seni haqorat qildim deylik. Bo'pti. Kecha seni haqorat qildim deylik, boshqa deylik. Prosta tak, prosta. Sen ham bir eshitib, konkretniy tan olasanmi hamma narsani? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qarashib tan olsang. Qarashib. Prosta tak, men senga mana erkakcha, mana meni aybdor deyapsan, mayli, men aybdorman, mayli. Vnimatilni eshit. O'sha yerda sen qanchalik aybing borligini o'zing aytasan keyin. Zek mast bo'lgan uyda. Men sana o'zing Mastamisan? Xotin nima ishontirgan? Xotinni sog'ilgandan keyin dana tirtib qo'yib qo'ygan. Endi cho'milmasdan chiqib yotib bana o'qigan, dana bilan gaplashib, xotinni o'tib ketavergan yolg'iz mannaga. Mana bizni xotinchaliganda xotinni ko'rsatgan. Dana tirik ko'rsatgan xotinni, yiqib yolg'iz. Kayfda. Xudodan qo'rq deydi. Men Xudodan qo'rqaman, men bo'lgan narsani aytyapman. Men yolg'on gapirmayman. Xo'p, mana yolg'on gapirmasangiz. Qandaysan meni xotinimni yalang'och donatorga ko'rsatganim? Xudodan qo'rqib senga odamlar yozyapti. Qandaysan aytyapsan? Men Xudodan qo'rqaman. Ko'rishganda bu narsani senga men gaplashib o'sha insonga telefon qilib beraman, gapni eshit. Bu narsa sen meni so'kib ketganingdan keyin gapirilgan narsa. To'xta. Bu narsa seni so'kib ketganimdan keyin bo'ladigan bo'lsa, ungacha endi hozir sen oppog'misan? Mana xotinim TikTokka kirmaydi. Men aytganman, xotin, bu yoqqa kirmagin, bu yoq TikTok skachat qilmagin. Men Xorazmdaman, sen Toshkentdasan. Mabodoki biri so'ksa, seni yuragingga og'ir botsa, keyin men senga kechirim so'rata olmayman. Kechirim so'ratganim bilan yuraging yaralangani qoladi. Kelmagin deganman. Endi meni xotinim ko'rsa, sen meni qachon meni bilan bunaqa ish bo'ldi deb u 4 ta bolani orqalab uyiga ketsa, "Borna qo'ysan bilan yashamayman" desa, kim meni hayotimni to'g'rilaydi? Endi sen hozir meni xotinimdan so'kding, meni onamdan so'kding deb yotibsan. Masalan, meni aybdor qilyapsan. Sen ham aybing tan olganda. Sen olmaysan. Sen kim bo'lmasa, men hozir xotinimni olib borsam deb yozdirsam. Men yana aytyapman sen. Yo'q, to'xta, jahl qilma. Men jahl qilmayapman. Sen meni so'kding. Sen meni so'kding, men ham shunday deb haqorat qildim. Men tan olaman degan aybim. Bu men seni so'kkanim deylik, bo'pti. Dubayda bo'ldi. Bu Muborakda Somsaxonada-ku. Yo'q. Hali Muborakka borgani yo'q sen Dubaydan kelib.